Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Bugungi videomiz Namangan viloyati G'urumsaroy qishlog'idan, G'urumsaroy mol bozoridan bo'ladi. Videomizni ko'chat novvoschalardan boshlab davom ettiramiz. Ola chiroyligidan so'raganlarga qo'ylari shu 90 plus 1 metr atrofida. Necha oylik buzoqcha? 5 oylik bo'lsa kerak. 5 oylik. 5 oy 6 oylik buzoqcha. Necha pul deyapsiz? Necha pul qilishyapti? 11 qilyapti, 11 qilishyapti ekan. Keng. Bozorimiz juda tiqilinch. Yurishni juda qiyin yurish. Qora variantlaridan. Nima bu? Istesam 90 cm. Bunisi 1 metrga yaqinroq. 90 cm, 1 metr. Necha puldan qilishyapti? Ya, 10,5 gacha bor. Kattasini 10,5 gacha qilishyapti. Kichkinasini-chi? 8 ga, anosini 9 gacha-da. Bunisini 8 gacha qilishyapti, kichkinasini, bunisini 9 gacha oqani. Oqi bilan qorasi pashti bir xil ekan bu ya. O'rtada qorasi kichikroq ekan. Ildorbek. Chiqadi. Video olishni iloji yo'q. Odam ko'p, mollar ham juda ko'p. Bo'ylari 1 metr atrofidagilari. To'rttami sizda aka? Muxtor aka. Qaysini necha pul so'rashyapti? 11,700,000 so'rashyapti ekan. 10 tani bitta-yu. 11,700,000 dan so'rashyaptimi? 10 tasi. Mana shu qo'lda Rossiyadan endi keldi. 15 yillik. Mana bu qarab. Necha pul bo'ldi aka? Qaytdi. Necha puldan qaytdi? 18 dan. Ildorbek. Bo'ylari 1 metr atrofida. Qancha bo'ldi ko'chat? Aka ko'rsatyapti biz ularni. Nechtasi sizda? Yaxshi 7 tasi bor ekan. 7 tasi. Aka bunga 13,5 bo'ladi, bunga 12,5 dan beriladi. Birkalar O'zbekistonning birkalari. Mana shu 7 tasi bir kishidan ekan. Ularni ham olib qo'yay aka. Necha puldan ekan narxi? Aka mana shu 6 tasi 12,5 dan ketdi aka. Bunga 13,5 so'rayapti. 117. En baquvvat. 6 tasiga 12,5 dan so'rashyapti ekan. Mana bu bittasiga 13,5 so'rashyapti ekan. Kalalarni ham ko'rsatib qo'yinglar aka bularni mana aka. Men buzotmaslar, mana buzovlar aka. O'qiydigan buzovlar ekan. Dastlabkasi puldan bozor O'zbekiston qilyapti? bo'ylab. Aka 12 million so'mdan so'rashyapti mana ularni. 12 million so'mdan so'rashyapti ekan. Telefon raqamini ayting. 90lik 90lik 506 506 92 17. 92 17. O'zbekiston bo'ylab, dunyo bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Yo'q, dunyo emas, O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor ekan.
Bo'ylari 1 metrdan oshiqroqlari mana. Narxlarini qancha ekan? Nech pul qilishyapti? Ba'zida 14 dan deyapsiz ekan, 13 dan savdo qilishadi. 14 dan deyishyapti ekan, 13 dan so'rashyapti ekan. 13 million 200 ming so'mdan. Bo'ylari 1 metr oshiqroq, 1.5 atrofida. Narxlarni qancha deyapsiz? Qancha qilishyapti aka? Mana ikkovini 13 dan qilyapti. Ikkitasini 13 dan. 12 dan qilyapti cho'g'ini. Uchovini 12 dan qilishyapti. Ana shu chiqavorchi, shu chekkadagini. Rushtorni. Nisbatan sal kattaroq boqadigan ko'chatlarimiz. Olyapti. Ha. Onlardan qo'ying ikkovini. Odamlardimi? Dahshatyapti buni. Ha. Narxlari qanaqa bo'lyapti ekan aka? Narxini aytib yuboring, narxini. Nech pul qilishyapti? 32 millionga o'yi qilishyapti. Eldorbek. Orqani ham berib bo'lmasam? Yo'q, orqani aytmayman. 15 yilda sherigini sotib yubordim. Bilad. Sho'xlaridan. Odamni ham qochirib beraman deydi. Ha. Bo'ylari 1.10 atrofida. Nech pul qilishyapti aka? 15 milliondanmi? 15 milliondan bozor qilyapti. Bahodir, do'stim. Bu qancha kimdan aka? Qaysi kanal? Eldorbek. Ha, sotib bo'ldi. Egalari yo'q aka. Bo'ylari 1.5 surun atrofida chiqadi. Bu qanchamiz nech pul qilishyapti aka? 15 million aka. 15 million so'rashyapti. Rossiyskimi? Ha. Galishtenmi ya? Yo'q, chakishga. Poliz olib bo'lmasa, boshqa narsa kerak. Galishten bilan rossiyskini chatishgan variantidan aka. Dahshati bor. Bo'ylari ham baland 1.20 plus. Nech pul qilishyapti endi buni? Nech pul deyapsiz? 16 million deyapti. 18 million berib olib ketaverasam yo'q deydi. Ha, 16 million so'rashyapti, 18 deyapsiz. Telefon raqam aytasizmi? Endi sotib yuboramiz biz endi. Bozoringiz bersin, sotib yuboring mabodo. Aytib qo'ying nomer. Bo'l 90lik. 90lik 307 65 63. 65 65. Rahmat, bozoringiz bersin. Qo'sh qatar turgan.
Tortyapsizmi aydaymi? Ha, yo'q, siz tartamoqlar. Vaznga tarozimga mana Ola buqamiz. Bo'ylab birovini, atrofida birovini. Nech pul qilishyapti aka? 18 qilishyapti aka. 18 ga berishmayapti. Ha, reklama. Qora mesniydan. Narx qancha ekan aka? 100 kam 16 milliard. 100 kam 16 million so'm. Sen ikki oy boqish kerak, orqada bor, o'sha arig'ini bor, 2 oyda shunchalik qilolmaydi. Qilolmaydi 2 oyda shunchalik. Tashib ko'man qilolmaydi, rasm bu tarbiyasi. Tayyor narsa. Bo'ylab birovini atrofida. Oq to'mchoq. Nech pul qilishyapti? 35,5 million. 35 million 500 ming so'mga ikkovini savdosini qilishyapti ekan. Ularni ham bo'yi 1.10 atrofida. Nech pul qilishyapti aka? 35,5 millionga savdo qilishibdi. Po'sht. Ovoz nech pul bo'ldi? 24 million so'm. Qo'chqor nech pul bo'ldi aka? 5 million 5 million 500 ming so'm. O'z qanchadan bilasizmi? 3 dan ol, qanchadan bilasizmi? Qo'chqor 5 million 500 ming so'm. A bu Sarka qancha oldi? 3 million. Sarkamiz 3 million. Besh puldan bo'ldi aka? 5 tasi 50 million. 5 tasi 50 million so'm. Novvoschalar. Hozir o'tdingmi? Nechta bo'ldi aka? 7 million 200 ming so'mdan qaytib qo'chqarchalar. Assalomu alaykum. Eldorbek. Afrika ochiq do'stlar, osh shashliklar tayyor. Telefon raqamini ayting, men sizga sotib yuboramiz. 99lik 99lik 610 610 6358. 6358 ikkita qo'chqarcha mana. Nech puldan qaytdi? 7200 gadan. 7 million 200 dan qaytdi. Ha, mana ishonarli. 7 million 200 ming so'mdan qaytdi. kelasi. Nech pul bo'ldi aka? Sigir qancha bo'ldi? 15 million. 15 million so'm. Abrigat. Ovoz. Nima oldingiz? Birga. Qo'chqarchalar nech puldan bo'ldi? 3 million 600 ming so'mdan. Bo'laveradimi? Qaysi Zo'r. kanal? Eldorbek.
Sovliqlar necha puldan bo'ldi aka? 11dan oldik. 11 million so'm. Bittasi 11 millionmi ikkovimi? Uyat bo'ladi da Ikkovi 11 million so'm. O'n birdan oldik deganiga molni narxini aytyapsizmi? Bu qo'chqarali necha pul bo'ldi qo'chqarali? Ena bolalar necha pul bo'ldi aka? 21,5. 21,5 million so'm. Anaqani aydalab olaman deyapti. Bolasi g'unajincha ekan. Nima? Bu ajoyib bola. Kamera. Novvascha necha pul bo'ldi aka? 10 million. Necha pul bo'ldi aka? Optikcha, shopirlar. Ular necha puldan bo'lib ketdi aka? 5,5 million so'mdan sovliqlar. Qaysi kanal? Eldorbek. Endigilar necha puldan aka? 300 dan kami bor. 300 dan kami bor ekan. Ko'rmayapti. Bir aylanib chiqaylik. Necha pul bo'ldi aka sigir? G'urumsaroy bozoridan, Namangan viloyati G'urumsaroy bozoridan sotilgan, sotilmagan chorva narxlari. O'nachi necha pul bo'libdi aka? 14 million 100 ming so'm. Necha pul bo'ldi? Ayt. Necha pul bo'ldi? 15 million 100 ming so'mdan o'zcha. Shep yetadi bo'pti. Necha pul bo'ldi?